Halol qalbning mukofoti. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qushlari chug'urlab turadigan tinchgina bir qishloq bo'lgan ekan. Bu qishloqda Madina ismli mehribon, odobli qizcha yashar ekan. Uning mard va jasur Nurullo ismli ukasi ham bo'lgan ekan. Ular har kuni qishloq chetidagi o'rmon yoniga borib, quyonlarga sabzi berishar, qushlarga don sepishar, sigirlar va qo'ylarga yordam berishar ekan. Shuning uchun hayvonlar Madina va Nurulloni juda yaxshi ko'radi. Bir kuni ular o'rmon bo'ylab yurganda katta eman daraxtidagida yaltirab turgan, ichida oltin, kichik taqinchoqlari va puli bo'lgan xaltacha topib olibdi. Nurullo hayron bo'lib dedi: Bu kimniki bo'lishi mumkin ekan? Juda qimmatbahoga o'xshaydi. Madina esa bir zum o'ylab shunday dedi: Biz halol bo'lishimiz kerak. Kimdir yo'qotib qo'ygandir. Egasiga albatta qaytarishimiz kerak, debdi va ular sumkani olib qishloqqa qaytishdi. Har bir uyga kirib, "Shu sizning yo'qotgan narsangiz emasmi?" deb so'rab chiqa boshladi. Ularning ovozini eshitgan buvi Zaynab momoning ko'zlari yaltirab ketdi. "Voy bolalarim, men mana shu sumkachani yo'qotib qo'ygandim. Topolmayotgandim. Sizlar bo'lmasangiz topolmas edim. Rahmat sizlarga." Bu ularni bag'riga bosib: "Sizlar halol va rostgo'y bolalarsiz. Halollik hech qachon ziyon qilmaydi. Aksincha, baraka olib keladi", dedi. Ertasi kuni esa butun qishloq Madina va Nurulloni maqtashdi. Qushlar ularning atrofida chug'urlab uchibdi. Quyonlar sakrab kelib ularga minnatdorchilik bildirdi. Qishloq ahli o'rtasida ular halollik timsoliga aylanishibdi. Shundan keyin ular bir narsani chuqur anglab oldilar. Topganingni egasiga qaytarish halollik, to'g'ri gapirish rostgo'ylik. Bular eng katta boylik, eng go'zal odamlarga xos fazilatdir. Shu tariqa ular qishloqdagi barcha bolalarga halollik va rostgo'ylikning haqiqiy ahamiyatini o'rgatadigan kichik qahramonlarga aylandi.